Ma doydu ülemning atqı toqopoqa posmuqon nugaykallı çümüşqon qasmaqtimiz paydalapta qalanglı. Gaqamay desem gaqı qolab qaldı. Men akşam boldu uxlay deb ko'zimni yumibman lekin uxlayapman qalanglı. Nima ish qilamda? Ha nima ish uxlag'ulibdi qalanglı sho'jang. Motoning oldida kulib o'ltirgandan lo'g'oning oldida yig'lab o'ltirgan yaxshi debdim. Qizvanliki necha yil aralashgan mabitga vaymay tushitgan. Bir vaymay tushsagan xatoliqiga bayaq adamdan misikab Mekaling men bilan mabatlashing, manadan olib ketimiz yugub beb lo'g'oning oldida yig'lab o'ltirmiş avo. To'rt parchaqlab yugung. Mushuning bitta tig'iz gaqibpingay. Mojo, ijtimoiy turmushimiz taraqqiy qilib, kishilarning sabosi kundugiga ishlayotgan bugungi kunda, ma ba'zi bir qaloq edilik odamlar atrofimizda albatta bor. Mo'yda voy, yuzim chalpak madaqsaqal gijgidiga parhez qasmaq, sizlar iling vaymay tushgan bo'lsa bilgan, ati balkim lo'g'u haydishi, uningdan ortiq kema paraxod oy bilan hayditgan bunday kunga erishishi mumkin. Saqoba bilgan vaymay tushidi deb yaratmay, lo'g'uning oldida oy o'srab, oy dashdamligiga chidab, yig'lab o'tsan razı shundami? Ag'zim shubetda yig'lab balgam tutgan, quvog'ini ishdan soldib ko'k manga tutgan bilmaykan. Atas talatiga qalasan meni buningki shunday petishdan qunga o'xshatgan qasmoqkancha bu. Ulam emas, xalqning motosini keyinda o'ltirib, menga qoldi bir qizaloq qazishini. Voy, qolsam oldida ir tuydi. İzit deb ketdim. Olmayapqa qolmay ketdim. Do kulib oldu. Xalqning iyning oqsida o'qtib Bunda yaramlaq mashina mingan adamniki qalab qajitib o'ltirgan bilmadim bekan. Voy, ag'illa, qalab qanlar xotinligiga aydan maz merakqa vafosizlikni sizlarga bilindirmay turib ayda qilar etgan azay. Ma 2025-yil gaz vaqasi, 2026-yil atlab bo'g'uchi toz vaqasi boshlangan. Hozir hamda mushu vaymaychi ballar, muhabbatsiz qag'utibdi qalanglar. Mushu qizlar do'yinga chiqqan paytda nurg'unligan vaymaychi ballarning muhabbatidan arvatdi. Mening ma'batim hozir lo'g'u mashinasiz elang, amasingiz bilak adamni men tepaq deydi. Yaman besim bo'lib ketdi azay. Yanchiqda pulning tayini yo'q. Tinchachanga mashina qapqab achqanma o'ltitma azay. Haydigan mashinam langdong Maytağı 9 ko'ga chiqdi, ertaga 30 ko'ga chiqib qolsa, o ataqa lo'g'oning meni nerdan qo'yamiz qalanglarga, kallandan o'tmadi chaqalanglar. Mo'yda atrofimizda, mo'yda to'g'oning poqli bor ekan. Shu mashkanga alayda diqqat qilinglar. Agar yana mo'yda gapni qilib, nurg'unligan vaymaychi tirishchan yosh yigitlarimiz yaratmay, asiz qazam qolatmayga, hargiz senday namratlarga tegmaymi ditgan mo'yda madaqsaqal gijgirga palaz, mo'yda to'g'oning poqli qizlarga yo'llab qo'ylam ana. Mo'yda o'qib qolsa, Kulağımını küzgit kıvattıkandan başka yine bilek yerliğe maşinamdan koda bakakaklık. O tüp tartmayı düşünüyorum bu to. Mava 50-60 bin köy pulunu mecliske müşlep üzdün küçüğü tayin et. Ben seni Ahmet abi kelgen uğavalını yapmay. 2 bin köy maaşka. Dibanın ağamkanısı ki bile harak şapitkan. Havalı kaçanını köstüp havalı kaçanını şamal kısap. Burak bilmesi dibanın içinde bir burtup çantayga chiqib qo'nimda qisqa tas qaytgan eshakning qunga o'xshatgan meni eldan 5-6 paydalab qapti. Ma uzdan kuchugi tayinib pul topgan uğavalini yapmaytganlar. Ma yana shektiga bir kun yana xillab baqinga osanmikan tasmikan hatta vaymaychidan olib ketma deb. Siz bunda vaymaychiniki jafosi tushunmagandan agamni qilsabsiz, sizning kallingizga egidajini poq mingib ketibdi. Shuni deytma, uning ustiga yana bir ba'zi bir yuzi chalpak bilmali ekan. Yana bir ba'zi bilmali ekan. Cho'zning keyinda tub, cho'zchil yaratmaydi. Mındaki oldu işitken kapama kündüzlükte ve çoğusu ve arkasını pozulap olacağımda. Onundan başka yine bir iş var. Ma xotandaki omuzun işkip Şincan'daki bağlık taksiye davatkallar. Mümkün bulak kapkazıma her zaman açılığımızda her gün maşinalığı çıkarmanlar. Muş yakında bursakalı ösap kalgan, anca muçu sakalı hatta atıp kalgan, mecliste çıkıva, mecliste çıkıp popayka, kiriz tokuğunu tutkan açılığımız paydalap kaldı. Hindistan'da çıkartkan asıl miradın mecliste çıktı yayında. Ayında hotelini köpüp kaldı. Hem de bununki talatiki abdan kalırsak ayalsaman boğan bilen, lekin bununki tokuluşunun er tokulgan. Hem de şümekli anısı nigi septik ki, kendiki semmettik ki, aldığı semmettik ki, tokulgan çıkısı oğal to'qilib jamiyatga afat zaminga yuklab qolgan mushu dehqonlarniki qo'noqlikning o'zi qo'noqlikni cho'lda tutgan jahonga afat zaminga yuk manatlini hargiz taksichilar mashinalarga chiqib salmanglar balki tuz minib ketib qolgan taksininki chaqsa oldida ketib qolgan mashina keyinda qatgan bo'lib qolishi mumkin balki tuz ketib qolgan mashina o'lib o'ngdus qulab ketishi mumkin shunglashqa taksi davatgan akalar emas mudu qolasan qizlarga o'xshayotgan shunga mashinamni silabaptimankan dominalashda qalang'ida hikoya so'zlab o'ltirgandan mayda hech qidini hargiz mashinalarga chiqib salmanglar
Maşinalığı qattiq domilalishdi. Pul topib deb chiqib, xalqqa pul to'layotgan, 4 kunlik kun qumolda haydab turgan cho'znimi satib, o'kib qinaga kapma chapatgan kunga qamanglar. Shunga mavo Arsaman burt xattatib qolgan, saqali o'sab qolgan, maydisni popaykatkalogiday, kigis to'qug'logiday, hamida yung'va xotinlarni har kun mashinaga besib samaylar. Uningdan boshqa ma do'yinda 6-7 tal manat bilimini paydolab qapti. Sanjoni qumga tatib mushu maydisni dolan qo'yninki üst xaltday, munda qisqa chayqab chiqatgan. Men maydingizdagi nayping botulkingizni bo'shaq chayqishang. Qolsam qumingizga mundo yalni sapsiz. Maydingizdagi nayping botulkingiz munda tuyto. Men xotin olgandikin xotinga ega bo'ldi. Yotgandan qo'pagancha do'yinga qo'mbamay xotinligimizni yeymalagash. Xotin to'xtanglar, kayni qayntam ochiqlatgan, o'ydikinning oldini sat deb, hamida dila xotinga abdan so'zlaylar. Qisqadan Lülen uchun, to'ttal kulash uchun ko'ksdagi nayping botulkisi. Nayping botulkisini qasdan menda qip-ko'p yig'ini chiqib bo'lib, medisniki andikin yo'rgan qabatda menda chiqib ketgan. Va bilishmabdi biz, hech kim bilmaydi qasdan Lülen uchun qilayotganini. Qasdan lotorini Alloh qo'yibdi. Haqiqatda o'g'il mayli, ishqa gap qilsam, gap jaqliqib turajay. Ostiqamda patiyaqada bizning gulvodiga chimanbaq echilmoqchi. Chimanbaqqa kelasizmakma. Bugunlarda biz xabarni hammanglarga bitmas. Hozircha 25-lardan 1-largacha deb hozir muqimdalda. Shunga diginiz to'g'ri Sho'jang, diginiz to'g'ri Ablatjon, diganlar 6 raqamni yo'llab, munda atrofingdagi do'stlarga taqib qasdamiz makma biz. Andalar qapqasi bu Chimanbaqninki echilish murosimini ko'rishibmiz. Chimanbaq mashipini xotanda dag'dug'liq bamoqchi biz. Uningdan boshqa Chimanbaqninki mashipa butgan kunisa, alni ham so'ygan, almi so'ygan, alnimi so'ymagan, almi ham so'ymagan, nurg'ulg'an san'atkorlarimiz Van Hong'imiz kelishi mumkin. Endi mushu Van Hong'ninki san'atkorlarninki naqmaydan nomerlarini naqmaydan ko'rsatib aytganlar. Yumush Sho'jang ochgan shu Chimanbaq oilasidagi yana bir tamoq do'konniki echilish murosimida ko'p buto. Aki yeni bir gap aytdi sizlarga deytgan. Dangla. Shu sizning do'konniki 30 santimetr kam etgan beqinning 10 tepiga do'konni men ochay deganman. Nima do'koni? Oshxona chay degan. Chay. Mana chay. Voy. Chay. Ha telefondan olay. Chay.